Sizlar bilan men Abogen. Do'stlar, bugungi video roligimizda men sizlarga bugun Epson bergan kelgan 4 jilonni ba'zi bir narsalarni tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni nimalarini, kerakli narsalarini, paklarni qanday ochish kerakligini, qanday qilib tez narsalar yig'ish kerakligini tushuntirib beraman hammasini, do'stlar. Undan kanalimizga obuna bo'lib, like bosganmisizlar? Undan men boshladim, do'stlar. Birinchi bo'lib do'stlar, mana bu joyga e'tibor bersak, bu yerdan do'stlar 40 mingtaga atiga 40 mingtaga keng kelgan do'stlar. Kelgan. Kartni statistikasini ko'rib, juda ham yaxshi kartlardan biri. Hunter Midfielderda ham o'ynab bera oladi, kuchaytirsangiz. Hamda do'stlar, mana buni olgandan ko'ra qarang, buni statistikasini qarang. 115 ta 40 mingtaga olgandan ko'ra 117 dan olgan ancha yaxshiroq demoqchiman. Keyin do'stlar, yana bu yerdan mana bunday narsangiz agar sizda bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, siz bemalol 2,5 mingta gems olishingiz mumkin ekan. Bu ham omadga bog'liq, do'stlar. Mana bu yerdan hozir sovg'amni olib qo'yaydan. Balkim bu yerdan bizga sovg'a berishmas ekan. Yo, berishmas ekan. To'xtamiz. Birdan ham berishmas ekan. Xo'sh, do'stlar, keling, endi biz birinchi bo'lib paklarni ochib olamiz. O'zi 2 dona pakimiz bor. Agar u ham workout bo'ladigan bo'lsa bor, do'stlar. Bunda yo'q. Ketdik. Workout yo'q, 111lik berdi. Qani, unda yana ketdik. Yurgun Narmanni demoqchi edim, lekin Embeleme 114likka workout beryapti xolos. Nega bunday? Albatta men bilmadim. Xo'sh do'stlar, kelinglar, mana bu yerdan olmagan narsalardan bo'lishi ham mumkin-ku. Kelar, to'g'rimi? O'sha yerdan olishga harakat qilamiz. Agar olmagan bo'lay, iloyim. Yo'q, oling. Nima bu? Shu narsalarga ko'p kishi tushunmabdi. Ikkita shart, do'stlar, hozir men sizga buni albatta tushuntirib beraman. Mana paklarimni ochib olay. Hop, do'stlar, kelingi safar videomiz do'stlar faqat open pakam haqida bo'ladi. Qisqa 2 daqiqalik, 3 daqiqalik video xolos. Justa jamiz. Agar to'g'ri hisob qilgan bo'lsam, yetmadi. Signet bo'limiga kiramiz. Signet bo'limida qarasangiz do'stlar, kartalar turgan bo'ladi. Siz o'zingiz yoqtirgan kartalaringiz bo'ladi. Masalan, Gareth Balening kartini qarang. Statistikani qarang, tezlikni qarang. Neymar Junior yig'laydigan statistikani ko'ryapsizmi? Bu kart do'stlar, unaqa ko'p pozitsiyada o'ynalmaydi, rama pozitsiyada o'ynaladi xolos. 5 ga to'g'ri oyoq, ajoyib kart. Hop, keyin esa Bruno Fernandesning statistikasini qarang, qanday cringe. Statistika center attack midfielder. Do'stlar, play market xususiyati ham bor. Long pass bor, long shot takes bor, lengthy, big first jump bor. Do'stlar, bu ajoyib kart do'stlar. Masalan, Erling Haalandning kartiga keladigan bo'lsak, shooting va pass bir-biriga to'g'ri keladigan joyda, dribbling ham normalniy do'stlar. Hop, mana bu qatlarda o'ynaladi, boshqa hech qayerda o'ynalmaydi, lekin do'stlar, roll, passes, fear, power bor do'stlar. Declan Rice'ning statistikasini ko'rishingiz mumkin. Passing va tezlik do'stlar bir-biriga juda ham to'g'ri keladi. Definingni qarang do'stlar, bu haqiqiy kart do'stlar. Buni olib bemalol o'ynatishimiz kerak bo'ladi. Agar kimgadir tushib qolgan bo'lsa, do'stlar, shunchaki omadli ekansiz. Va bu yerdan yana kimlar bor do'stlar? Mana bu o'yinchi bor. Bu o'yinchi do'stlar, mana Gabrielning statistikasi 150 do'stlar tushib qolsa bormi? Va senyo do'stlar, statistikani qarang, tezliklarni qarang va mana buni qarang do'stlar. Ajoyib statistika do'stlar. Va mana bu o'yinchi, bilmayman 117, bilmayman nimaga bunaqa. Men sizga maslahat berayotganim mana shu. Bu o'yinchini Gabrielni Bruno Fernandes, Best, Haaland bu pak tushib qolsa bilmadim nima qilishingiz kerak. Do'stlar, Henryni qarang. 20 mingga turibdi. 25 mingga esa siz buni ola olasiz. To'g'rimi? Shu haqiqatmi do'stlar? Do'stlar, bu yerda siz ola olmagan kartlaringizni olishingiz mumkin ekan do'stlar. Qarang, bu yerda faqat 117 kartlarni turishini. David Raya do'stlar.
30 karta shunchaki 6,5 mingtaga berilmoqda qolishi kerak albatta do'stlar. Cherki kartlari Vinicius Junior'ning kartini qarang, tezlik unaqangi yaxshi emas do'stlar. Bo'lmaydi. Dueni kartini qarang do'stlar. Mana bu haqiqiy kartlar deyiladi do'stlar. Estivavoni qarang, menda bor bu Estivavo do'stlar. Albatta Estivavo bizda bor. Va bu yerda do'stlar boshqa Martinez, Molina bor degan kartlar ham bor. Va Paul Kubarsi, Andrei Malle deydi. O'sha kartlar ham bor. Gabriel va Vinicius Junior'ning 113 karti. Lekin buni ham tezligi Lamine Yamaldan baland. Lekin o'yini esa bilmadim qanday. Birinchi. Biz do'stlar mana justaga buni tiqib yuboramiz va bir nechta o'yinlarni o'ynab chiqamiz. Hozir men sizlarga do'stlar o'zimni qarindosh do'stimning akkauntini ko'rsataman do'stlar. Shadow do'stim o'yinda ekan, bu ham o'yinda ekan. Mana do'stlar, mana bu o'yinchi, aytgancha do'stim Snudon akkauntini qarang. 123 o'yin 1 yil bo'lmasdan qilib tashladi, bir tiyin pul tiqirmagan va biz ertalab do'stlar Gareth Bale'ning statistikalik kartini o'chirib oldik. Statistikasi bambada buni eng tez o'yinchi menimcha bu hozirda FC'dagi. Ha do'stlar, juma muborak hammaga. Va do'stlar, mana bu yerdagi zadaniyalarni ko'rib turishingiz mumkin. 6 ta zadaniya bor. Bularni do'stlar men xudo xohlasa do'stlar o'zimning Telegram sahifamda do'stlar ko'rsatib o'tib ketaman. Obuna bo'lamiz mana ekraningizda skaner qilmaysiz. Kommentariyada yo'q, kanalimiz shapkasida bor. Do'stlar, va endi biz Talon kartini ko'rib chiqamiz. 118 kartni ko'ringlar. Ko'rib chiqamiz. Obagat sotib olish kerakmi do'stlar? Nega buni sotib olish kerak? O'yinni ko'rib bo'lmaydimi demoqchi bo'lganlarga ko'rsa bo'ladi. Q-sanifni ham sotib olsangiz bo'ladi. Q-sanif defingi balandlashibdi. Va 50-darajaga kelganingizda mana buni olasiz. Statistika ko'rishingiz mumkin do'stlar. Play market xususiyatlari ham. Va bu bratimizni statistikasini ko'rishingiz mumkin. 5 ta point qilmagan. Yangi 140. Olishni maslahat beraman puli borlarga muhim. Ajoyib kart. Bemalol o'ynatsalaring bo'laveradi. Do'stlar, bu yerda nimaligini to'g'risi o'zim ham tushunmadim. Men buni o'zim tashlab beraman sizlarga. 116 over plus bitta o'yinchi. Agar mana buni tushirib qo'ysangiz, voy deganlarim. Bruno Fernandes yo'q ekan. 116 dan 119 gacha bitta pak. Men buni tushunmadim. Bundesliga qiladigan bo'lsak-chi? Chiqadimi? Yo'q, do'stlar. Bundesligani do'stlar mana qaranglar. La Ligani ko'raylik. La Ligani arqa foni qanaqangi bo'lar ekan do'stlar? Menga buni biring, men sizga hammasini ko'rsataman do'stlar. Ko'rsatmayapti. Demak, mosar ekan. Va do'stlar, mana bu yerda bitta 114 o'yinchi, u tots player ekan do'stlar. U tots player do'stlar. Ajoyib kartlar. Hop, bu yer nima? To'g'ri. Bu yer do'stlar ham nima? Men buni bilmayman. To'g'ri aytaman, bilmayman. Bu yerda nima qilish kerakligini umuman hali o'zim tushunganim yo'q. Lekin men bu politsiyam uchun kanalga videoni obuna bo'ling. Bu yerda do'stlar 1 2 3 4 5 6 do'stlar 6 ta yo'nalish kelar ekan. Va mana do'stlar, mana buni sizga tarjima qilib berishga harakat qilaman. Matchda yutishimiz kerak bir marta, 2 ta gol urishimiz kerak midfielder bilan do'stlar. Ham mana masalan center ataka midfielder, center back, center midfielder ataka bilan urishimiz mumkin. When I touch the heavy open score on Norway's line. Kamida 2 ta gol farqi bilan yutishingiz kerak ekan. Shunaqa. Va bu yerda sovg'alar bor. Sovg'amas albatta. Rank point olishingiz, park olishingiz mumkin. 500 taga mana bunday narsa olishingiz mumkin. Bu nima do'stlar? Do'stlar, bu nimaligini qiziq ketyapman men. Buni o'zim hali surishtirib bemalol teka ko'ramiz. Va bu yerdan siz hozir bitta o'ynasangiz 300 ta ola olasiz do'stlar.
$300 olasiz. Bu har kun o'ynasangiz bo'lmas ekan do'stlar. Menimcha. Ya har kun o'ynasa bo'ladimi? Yana bilmadim. Do'stlar, videomiz shu bilan tugamoqda. Videodan o'zingizga manfaat topgan bo'lsangiz, kattakon rahmat aytib qolaman o'zimga. Yoki yana nimadirni tushunmay qolgan bo'lsangiz yoki nimadirni aytib o'tib ketmagan bo'lsam, do'stlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hali men do'stlar o'zimga mana bu 100 Timberda tushirib oldim. 100 nechadir 117 lik kardini 117 liklarda yig'oramiz endi biz ham do'stlar. Kerak bo'lib qoladi. 115 qilib qo'yaylik mana. Va do'stlar statistikasi oshmoqda. Endi do'stlar biz VC akaga harakat qilishim kerak. Wow, shuncha o'yinchim bor ekan. Nega bularda tiqib bo'lmayapti? 112 ligaga tiqib bo'lmaydimi? 112 lar tiqib bo'lmaydimi rostdan? Chicha qolyapti, lekin almaz yetmayapti. Da. Fototap. Chekka fototap pavarotdan qo'yish kerak. Xo'sh. Oh my god, mana pak do'stlar. Video oxirida bitta qiziqarli pak agar 5 tushib bo'lsa, do'stlar videoga like bo'lsa. Qaranglar, 112 dan tepa tushadi. Yo, 111 tushgan qarang. Do'stlar, ana 2 dona pak ochganimdan keyin xudo xolasa do'stlar bizga workout taqdim etishadi. Da. Katta 110 tushsam bo'ldi do'stlar. Kamida 110 tushsam bo'ldi. Mana buni qilib yuborish kerak ekan. Shunchaki bo'ldi. 250 ming hech narsa bo'lmasligini men ham his qilmoqda, shuning uchun ochmaymiz. Videoga like bosib kanalga obuna